Ramazan ayını ulug' bo'lishiga, 12 ayning sulton bo'lishiga albatta sabablar var. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo Ramazonga shuncha ajr savoblarni bergan, va'da qilgan, alohida jannatlarni qurgan desangiz, buni fazilatli sulton qiladigan sabablari var. Eng katta savoblardan bittasi, eng katta sabablardan bittasi Ramazon oyida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni yer yuziga indirishni boshlagan. Ramazonni ulug' qiladigan sabab Qur'oni Karimni boshi bo'lib, mana shu oyda Ramazon oyida birinchi bo'lib oyatlari, birinchi hukmlari mana shu oyda boshlanganligi uchun asosiy sabablardan biri ana shudir. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tomonidan odam bolasiga berilgan bebaho ne'mat bo'lib hisoblanadi. Qur'oni Karim mo'min musulmonlarga berilgan eng ulug' ne'matlardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Qur'oni Karim hidoyat, mustaqim, jannat, oydinlik, iymon, tatov umr surishlik, baxtli, saodatli Alloh taoloning imtihonidan, sinovidan amal esin o'tishlikka bizga bir ochiq o'rgatadigan, ta'lim beradigan, bizni hozirgi tilga aytadigan bo'lsak, instruksiyamiz bo'lib hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimning ichiga hamma narsani joylashtirgan. Ota-bola munosabatini, er-xotin munosabatini, qo'ni-qo'shni, to'y, xudoy, xiyrat, ish, shofirlik, jannat, mustaqim, do'zax, harom saqlaninglar degan hamma narsani mana shu Qur'oni Karimning ichiga Alloh taolo ne'mat qilib bizlarga yuborgan ekan. Shuning uchun ulamolarimiz, ota-bobolarimiz Qur'onga bo'lgan hurmat, Qur'onga bo'lgan sevgi, Qur'onga bo'lgan ishtihod susaymagan, doimo balandda, fazilatda turgan. Mana Alloh rozi bo'lsin, qarakalarimiz, imomlarimiz Qur'onni yoddan bilib bizlarga o'qib beryapti. Ularni hurmatini joyiga qo'yish, ularni aqlga sig'maydigan shunchalik Alloh taolo hurmat qiladi, baland qiladi, aytib gapni yetkazishga iloji yo'q. Qur'onni yoddan biladigan qorilarimizni fazilati, hurmati, darajasi nihoyatda baland bo'lib hisoblanadi. Bir qiziqarli joyini aytay sizlarga. Qur'onni o'qiydigan qarakamiz bormi, Mahmud? Alloh subhanahu va taolo tomonidan jannatda amr berar ekan. Ey qari bola, ey qaraka bandam, o'qi dedi. Bilganingni o'qi, shu Qur'onni o'qi der ekanda, qancha ko'p o'qisan, qancha baland, qancha uzoq o'qisan, Alloh taolo ana shuncha o'qigan sari ana shu qarakamizga jannatdagi bo'lgan uyini baland qilaveradi. Etajlarni quraveradi. Jannatning eng shirin, eng lazzatli, eng yaxshi joylariga qarakalarimizga uy qurib beradi. Tushuntiryapmanmi? Qur'onni yod bilishlik ana shuncha fazilatli, ana shuncha hurmatga sazovor, Alloh taolo tomonidan eng yaxshi ko'radigan bandalardan biri bo'lib hisoblanadi.